Va bu nima ahvoli, hurmatli aka-ukalar mana. Mashinalar shunaqa holatga kelib qoldimi endi? Hurmatli kuzatuvchilar, mana Eto'rbek mana tuykolar vaqtida niyat qilib mingan mashinalarda mana bular. Qarang, vaqtiki mana o'zimizda Samarqandda ham mana shunaqangi metallomga chiqib ketyapti. Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Samarqand viloyat Pazdarg'om tuman ko'pchilik juda yaxshi bilishadi. Qatorterak, bu yog'i Temurxo'ja, O'torchi, Beklar hamma tarafdan o'ralgan eski g'issavodamiz akalar. Bu yerda mana shu ko'rib turgan mashinalaringiz hammasi metallom. Shunaqa eski mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalolga olaveradi. Metallom narxida emas, sal qimmatrog'iga to'liq ma'lumotini akamizdan olamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, bitta ma'lumot berib o'tsangiz. Aka, bizga texnika bo'lsa bo'ldi, olamiz. Zil, traktor, KAMAZ. Nimaiki texnika bo'lsa metallom narxdan ziyodroq qilib olamiz aka. Aka, bu mana shu mashinalarda ham zapchastlari bemalol sotiladimi? Ha, zapchaslari sotiladi. Kimgadir ehtiyot qismi kerak bo'lsa, zapchasga beramiz. Zapchasga beramiz. Eshik kerakmi, kuzov kerakmi, motor kerakmi, balon kerakmi, ходовой kerakmi, zadnos kerakmi, nima bo'lsa hammasi bor. Xohlasa akkumulyator ham beraveramiz, aka. Akkumulyator bor, karabka bor, zadnos bor, propan bor, zadnos bor, nimaiki bo'lsa. Hamma narsa bor. Aka, qanaqa mashinalarni olmaysiz? Biza qaytarish yo'q. Qanaqa mashina chiqsa olib beramiz. Aka, endi qarang, bu o'zingiz borib olib kelishingiz kerakmi yoki savdo qilib yo o'zlari olib keladimi? Savdo qilamiz aka, o'zimizda evakuatorimiz bor. Olib kelishiga xizmat haqisidan sal o'tib beradi. O'zimiz ortib kel desa, ortib kelamiz. Agar yuraydigan bo'lsa, o'zlari minib kelsa, naqd pulni sanab olib ketaveradi. Naqd pulni sanab olib ketaveradi. Naqd pulni sanab olib ketadi. Demak, aka, xudo xolasa, mana qarang, bu yerga kelgandan keyin mana mashinang shunaqa ekan, buni muncha pulga olaman, undan gap so'z yo'q. Yo'q, yurib kelsa bo'ldi. Yurib kelsa bo'ldi. Yurib kelsa bo'ldi. Yurib kelgan mashinani olasizmi yo sidirib kelgan mashinani? Farqi yo'q aka, uydan bo'lsa ham ortib olib kelamiz. Muammo yo'q, ha? Yo'q. Mana bu tomonda mana ag'nab yotibdi. Bu o'zi hamma tomoni yechilib tayyor bo'lgani. U ketadi, xudo xolasa, ikkiga bo'linib metallomga ketadi, ha? Shunday. Metallomga ketadi u. Mana aka-ukalar. Bu qanaqa mashina bu? Bu Moskvich bu. Moskvich. Mana buni qanaqa bu? Bu 07 bu. 07 mi? 07. Bu Cabrioletchi aka? Bu 06 bu. Bu Cabriolet 06 gap yo'q aka. Mana bular ham 06. 06 shunday. Mana bu tachka, bu sotilmaydi. Shunday. Tachka. Tashqarida ham mashinalar bor, tashqaridagilar ham ko'rasiz. Mana qaysi tomonda bor? Mana tashqarida. Aka, puli naqdmi? Puli naqd aka. Bu nasiya undan. Yo'q, bizlar naqd pulni beramiz. Mana bu yerda ham mashinalar bor, 06 Matiz yonib ketgan ekan. Aka-ukalar mana keyingilari mana ko'ryapsizlar. Muammo, problema yo'q. Kelasizlar, xudo xolasa, hamma tomoni ehtiyot qismlari kerak bo'lsa, diska kerakmi, g'altakka nima ishlataman deydigan aka-ukalar ham. Rezina kerakmi, nima bo'lsa, hamma mahsulot bor, kelaversin, aka. Kelaversin, hamma narsa bor. Yangi mana balolar turibdi. O'zida. Do'stlar, lokatsiya O'tkir Telegram gruppamizga tashladik. Aloqaga bemalol chiqib kelaverasizlar. Manzil tushuntirilib o'tdi. Samarqand, Pazdarg'om, demak, Juma g'issavod bilasizlar. Mana Qatorterak, Temurxo'ja, bu yog'i Beklar, O'torchi mahallasining o'rtaligidagi g'issavodamiz. Qanaqa ehtiyot qismlar kerak, qanaqa metallomlar bor, olinadi va sotilinadi. Charchamang aka. Rahmat. Aka-ukalar, bu birinchi filiali Samarqand Pazdarg'om kiribdi yo'li mana bu. Ko'rib turganlaringizda mashina o'tyapti, qaytyapti, kiribdi yo'li. Bu yog'i bozorgacha bir 400 metr chiqadi. Demak, o'zimizni dehqon bozor, yarmarkaga 400 metr bu yog'i bozorga, bu yog'i esa kiribdi yo'li. Xudo xolasa bemalolga kelib ketaverasiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu yerda mana metallarni ko'ryapsizlar, shu yerda o'zida bo'lib, terib, ana mashinani emas, bo'lib aka buzib ketadi aka, mana shuni oling. Buni ham chopiladi. Bu ham chopiladi nasib bo'lsa. Evakuatorlari mana akalar, evakuatorlari ham bor. Mana xudo xolasa, mana shu evakuator xizmatda. Nasib bo'lsa, mana bo'linishi, terilishi hammasi mana shu yerda bo'lyapti. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa mana shu yigitlar hammasi xizmatda. Bir kunga nechta mashina bo'lamiz aka? Aka 10 tagacha bosamiz. Bir kunda? Ha, nima jihoz bo'lsa kelaversin aka. Balon, diska, motor, ходовой, gaz balon aka. Qizig'i yo'q, uyda turib qolgan mashinalar bormi? Mana evakuator xizmatimi, chirib ketgan bo'lsa ham olaveramiz aka. Nima bo'lsa farqi yo'q. Yongani bormi, nimaiki bo'lsa hammasini qilib beraverasiz. Mana
Aka-ukalar, mana shu yerga ham kelaverasizlar, bemalol olgan mana filiallari. O'sha evakuator xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlarga bog'lanaverasizlar, nasib bo'lsa. 139 evakuator xizmatda. Charchamangizlar aka.